Assalomu alaykum akalar. Bugun mana bozorimizda 2019-yil Malibu 2 tur tushirib olganmiz, xudo xolasa. Kraskalari toza bo'lishi kerak. Motor korobkalari xudo xolasa butun. Faqat ko'rib turganlaringizdek oldida udari. Qolgan joylari yaxshi. O'taladi mashina. O'taladi. O'tab turibdi ekan. Xullas kalom bu mashinamizni sotdik akalar. Kimda shunaqa avariyani urilgan, yonib ketgan mashinalar bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha olaveramiz. Topib bergan odamga xizmat chiqarib beramiz. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar. 一阴一阳之味道，仔细东来。Saman 35 ming, betatriz 40 ming. Aklimator ham olamiz. Sutga qilib bersangiz bonusiga. Sen olmaydi, sen olmaydi. Koş koş. Ha. Ketdik, dur. Siz mashinamizda tozuvni yorib o'tdi. Ro'lda akam. Menimcha ko'r haydayapti. Unga shunaqa ham yo'l qiladimi? Ay, sen trotuarda ketyapsan, chap tomonga bor. Bugun sening to'ying alam qiladi. Aqlibot yarashgan bu jamolingga, ota-onang yetsin baxt jamolingga. Men oshiq edim-ku